Assalamu alaykum, İstiqlal Televiziyasının aziz görürmenleri. Ayallar ve Dava programısının yeni sanını görüşünlerini kızgın karşılamız. Aziz görürmenler, hazır 7. ay, mana ətki çislada biz 5. iyun vakasıge 16 yıl boğallıqını 16 yıl 5. iyun vakasının 16 yıllıqını hatırlayımız. Muş münasibet bilen hazır stüdyomuzda Şərqi Türkistan Kültür ve Aile Cemiyeti reisi Münevver Öz Uygur Hanım bilen söhbetli bulumuz. Münevver Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aldı bilen sizden kıymetli vaktinizi çıkarıp programımız katılışıp geldiğiniz için köpten köp rahmet etdiniz. Hemen rahmet etdim. Özümüzün vazifesi. Onda bolsa biz şu ətki ətdə 7. ayının 5. günü, yani bizninki şu yakın zaman Uygur tarixideki en qallıq qırğınçılıqlarınki biri bolğan gün. Bununğumu 16 yıl bopdu, közünü yumup açıqca. Biz her yılı muş günü hatırlayıp kelivatımız. Yani bunu hatırlaş hem başqalarga, başqa milletlerge hem başqa dövletlerge bizninki muşu hazırkı muşu qırğınçılıqlardan, irqi qırğınçılıqqa kadar Xitayning zulümününki qattiqlab keliyotganligini anlatış bolsa, yeni bir tarafdan öz xalqimizga bizning texmu iradimizni chingitishimiz kerakligini, bu vaqtning o'tgan sir buni unutmasligimiz kerakligini hatırlatish maqsadida bo'ldi. Unda bo'lsa, buni her yılı tekrarlab kelayotgan bo'lsak-mu, yana shu yerdan boshlaylik. Bu 5 Temmuz deyimiz, Türkçe 5 Temmuz deb anlatımız. Bu 5. iyul vakası qanda bulup, qandaq başlanğan, qandaq bo'lgan mush kunlarda mushuni bir nima qilib bergan bo'lsangiz, qisqacha so'zlab bergan bo'lsangiz. Biz chet ellarda yashayotgan her bir muhacirdeki qarindoshlarimiz yeni vatanga boramayotgan, vatanda sig'inayotgan, vatanning ishqida yanayotgan derken hammamiz yani vatanda bo'lgan, masalan biz yoki vatanda bor vaqtlarimizda yoki biz vatandan chiqib ketgandan keyingi yuz bergan qonliq voqealarninki shu kunlariga kelgan chog'da, tarixiy kunlariga kelgan chog'da yana bir qatam qayg'umiz oshgan bo'ladi. Mesela 6. ayını tüketip 6. ayının 26'sı oldu. 6. ayını tüketip 7. ayı kirişimiz bilen yine bu 5. iyul bu Ürümçi qırğınçılığının ki ağır ahvallarını mağımızda, aklımızda qayta tekrarlanıvatıdı. Bu deganlik başka vakitte unutqanlıq mı? Yok, unutqanlıq emas. Şimdi bu 5. iyul bu Ürümçi qırğınçılığı biz Türkiye'de vaktimizde yüz berdi. Bu 6. ayının 26. yılı bu Xitaylarınki artık iş gücü de işkir elip ketken ve işkirde kul işçiler şeklinde zavodlarda, fabrikalarda işletivatkan bizden Şərq Türkistan'ınki çət, yaqa, yezillerden, nahiyelerden elip bağan yaşlarımızga elip bağan aydı qattiq bir bastırış ve naydı vəhşiyancı bir öldürüş vakasını kelip çıkan. Dəsləbdə bizning yerdə işləvatqan bəzi bir Uyğur qızlarımızga Xitayninki qalaymaqan muamele qilishi yoki ularning iffat nomusiga tegişi bilen bizning vicdanlıq Uyğur yigitlerimizning ularga qarşı chiqishi degandek bir vaqalik, kichik bir vaqalikdan asla urush jidaldan başlayarak onun digin bir kechida planlıq bir şekilde Şavgandagi oyuncaq zavodidagi yoshlarimizni naydı vəhşiyancı öldürgen bir oldu ve bu onu Xitay maksatlık, yani bizim bir müşunda bir çoğun bir vakanın kelip çıkışını yoki bizning tumurumuzning tutbaqı şekilde bo'lgan narsaydi ve bir gece o kadar çoğun qatliam qilib bo'lgandan keyin bu vaqa Şərq Türkistandagi nurg'un yoshlarımızga, nurg'un xalqimizga ma'lum bir şekilde, yani hemisi aynı şekilde bu musulmu yetkizilgandan keyin bizning nurg'un Şərq Türkistandagi nurg'un vicdanlıq yoshlarimiz
yaşlarımız, Ali mektepte okuyatkan yaşlarımız, yoki cemiyetga xizmat qilayotgan yaşlarımız ve ularning beshida turgan ustozlar degandek tashkillanib, ya'ni hukumatga buning masalan o'ltagan insonlarni qonuniy jihatdan bir jazolab berish va buning hisobini berish haqida qonunliq bir namoyish o'rlashtirish planlanib shunda bo'lgan. Ammo 7-oyning 5-kuni, ya'ni o günü yakshanba kuni edi. Men xatirlayman. Shu kuni universitet o'quvchilari ko'chalarga chiqib, ya'ni qo'lida hech qanday narsa yo'q, faqatla hukumatning bunga bir javob berish kerakligi haqida qonunli bir shaklda namoyishga chiqqan. Ammo bu namoyishga chiqishning tayyorliklaridan tortib, Xitoy hukumatining nimasi bo'g'ashqa toki bu ishni cho'ngaytib, ya'ni qanchalik odam qatnashadi, qanchalik odam o'tirg'i chiqadi va qanchalik odam o'tir qalaymaganchilik chiqarganda, biz qanday bunga nim qilamiz, qarshilik beramiz yoki bularni qanday qirg'inchilik qilamiz. Nayt bir planliq elib borgan. Aslında nimeniki Xitoyniki qonunning o'zida hech qanday har qanday bir fuqaroniki davlatga nisbatan yo'lliq bir talablarda bo'lishidan iborat bir qonuniy nimasi bor. Lekin bular buni agar ashlarning qonuniy jihatdan chiqqaniga bular qora quyuq bostirsa, dunyo miqyosida bir nim bo'lishidan qo'rqib, aralarida birlarini qalaymagan qilib bir-ikki avtobusni urib soqqan qilgan bir voqelikni o'zlari yasab chiqqandan keyin iyada qani qiziq yoshlarimizni otlarida bo'lgan to'qinishning sababi bilan butun masalan qonuniy jihatdan qo'lida hech narsa bo'lmagan, faqat qarindoshlarning haqqini izlab chiqqan, haqqini so'rab chiqqan yoshlarimizning hammasini og'ir bir jinoyat shaklida qattiq bir qirg'inchilik berdi, masalan yuz berdi. Kunduzlari masalan biz u vaqtlarda aşında bir namoyish bo'lganligini oldin xabarimiz bo'lg'achqa, shu Urumchi turayotgan ba'zi qarindoshlarimiz bilan biz aloqalashib turayotgandik. Qanday bo'ldi, yoshlar chiqibdimi, qanday bo'ldi, tesh ketyaptamdi deb masalan odatini. Va oxirida etishib ketdi degan chog'da biz qattiq cho'chib ketdik. Kim bilan kim etishib ketdi masalan ko'chada. Chunki u yoshlarning qo'lida qurol bo'lmasa deb ashtaq desak, yo bilmaymiz, tuyuqsiz bir yerlardan mesela o'q chiqib ketdi. Xalqlar qechyapti, yerda o'liklarni ko'rdik, biz mi qechyapmiz dedi. Onun degan ular bilan hech qanday bir şekilde aloqa o'tamadik yosh bolalardan. Ama ondan keyingi voqeani asosan qanchalik darajada shu dunyoninki nimalarda axborot o'rinlarida, xabar o'rinlarida qanchalik biz kelgan bo'lsa, shunchalikni bilgan bo'ldik. Ama bu 16 yil jarayonidagi ba'zi bir eng boshda demagan shohidlarimizning yoki faqatlam men o'tirib shohidlikka chiqamayman, lekin men shu vaqtda batdim, shunda bo'lganda degan insonlardan to'xtamay chiqayotgan bu ma'lumotlarda u Xitoyning bu namoyishni oldi bilan ko'chaga chiqishga ruxsat qilib turib va oqidan intayin qattiq cho'ng bir ko'lamdagi yo'qotishga tayyorlanganligini va nayti bo'libmi, hani xalqimizning ko'zi bo'lgan, bizning kelajagimiz bo'lgan, kelajagimizning egalari bo'lgan yoshlarimizga, bo'libmi oliy maktabda o'quvchi bo'lgan yoshlarimizni yo'qotishning qanday bir shaklda strategik plan bilan o'rlashtirgan bir ish ekanligini asta-asta texmi tushungan bo'ldik. Chunki o kechada masalan Şinjan Ali Üniversitesi'deydi mesela, yani Şarkı Türkistan'daki en çok üniversitedeki birisi, ama namoyish aşağıdan başlanıp xalq meydanına qarab mağan degan. Bunun etrafındaki bütün arka ko'chalarda elektriklar kesilib, aşı günü namoyishga chiqqan insonlarning orasiga so'qinib olgan ba'zi insonlarning fosforlik narsani sepib insonlarga o'sha fosforlik narsa kiyimi tekkan odamlarning hammasidan chiroq yoqib turib, ash tekshirib, uydan elib chiqib ketib yoki ko'chada qapsib elib, ashunda qirg'inchilik qilib, ko'ydirib yo'q qilgan voqelik bo'ldi. Hozirgacha hamda 2000 deymiz, 3000 deymiz, ama o kuni o'ldirilgan odamning soni, chunki bizningki vatanimizning janub tarafidan, shimolidan, masalan Altay taraflaridan tortib, G'uljidan tortib, ashi uningki mau bizning Ag'uloq tog'ining orqadan kelgan Aqsu, Xotan, Kucha, masalan Qashqa, Atosh, ya'ni Xotanning har qaysi rayonlaridan kelgan nurg'un yoshlar masalan, yoshlarni chigirdan kirgan chog'da munchalik yosh kirdi, masalan Urumchining nimasidan kirgan chog'da munchalik yosh ko'chaga chiqdi degan bir son sifir bo'lmagandan keyin har bir odam o'zining mening bolam o'lib ketdi, mening erim o'lib ketdi, mening erim o'lib ketdi degan bilan umumiy bir son aytgan chog'da buni bilamadik biz. Ama o kadar jiq insonning o'lganligini, masalan hatta derazalardan masalan marab ko'rgan insonlarning ko'chada qanchalik odamning yotganligini, hatta tong otqichi bo'lgan orliqda o'liklarni qanday epmaganligini shohid bo'lganlar, qo'rqudan hech nima deyanmagan
kelgan va chet elga chiqqandan keyin azroq jasoratlanib, xalqlar ba'zi narsalarni oshkorlagan chog'da istiqlolga chiqib yoki boshqa yerda oshkorlayamizmi? Biz bunchalik ko'rgandik o'tagan so'rovlarda munda bo'lgandi, masalan, bunchalik odamning beshi chepilib ketgandi degan voqealiklarni bir umumyuzlashtirib bundaq to'plab ekelsak, u qadar jiq insonning o'ldirilganligini, maqsadlik bir cho'ng bir qatliam bo'lganligini bilalaymiz. Buning uchun 5-iyul bu Urumchi voqeasi odatdagi bir qatliam emas, nihoyatda cho'ng bir qatliam. Ya'ni Sharqiy Turkistondagi yoshlarimizni bo'libmi, qini qiziq bo'lgan va vijdonli bo'lgan, ma'lumotli bo'lgan yoshlarimizni topdan bir yo'qotish voqealigi. Buning uchun biz buni hargiz unutib qolmasligimiz kerak. Gerçi biz her yılda bu televizyon programmalarda yoki namoyishlarda buni xotirlab, boshqa jihatda buni demaganda qilgan bilan amaliyotda bu har bir chet elda yashagan, ya'ni bizning vatanimizdagilar albatta bundan xabarsiz qolalaydi bunda programmalarimizni anlayolmagandan keyin. Ammo ularni unutmaydi men ishonman. Chunki 2009'ning oldida mesela namaz okup mesela uyg'ongan yoshlarninki ichida dindar ailelerning yoki milliy tuyg'usi kuchli ailelerning bolalari batdi mesela yoshlari. 2009'daki bu cho'ng qatliamdan keyin hatto nurg'un soqchilar, davlat ma'murlari, mesela davlat ishlatganlarmi bolalarini bir şekilde pasport ishlatib chet elga qochirib etdi. Mesela Turkiyadan ansirganlar asosan Yevropaga chiqdi. Yevropada hozir mesela ya Uyg'urga yesib emas yoki millatga yesib emas, o'tirib nima qilishni bilmay tamtirab yurgan nurg'un nomqib bo'lib ketganlar rost aytgan chog'da buni ochiq demasak bo'ladi. Aşı vaqtning o'zida ota-onalari atogin mening Uyg'ur bo'lganlik uchun mening bolamning beshig'im bir ish kelishi mumkin deb qochirib etgan yoshlar. Chunki ashlarning o'zimi Xitoyning yoshlarni yo'qotishdan iborat bir cho'ng planining birinchi qadamining ishga oshganligini, ya'ni burun mesela turmada iyad yo'qgan bilan cho'ng ko'lamli yo'qolganligini ko'zi ko'rib, amaliyotdan bilib, hujjatlardan ko'rganligi uchun nurg'un yoshlar bolalarini qochirib etdi. Mesela chiqishni xohlamagan bolalarini qochirib etdi mesela chet elga. Demak ki iyada bu 5-iyul voqeasi Sharq Turkistondagi yoshlarimizga, Sharq Turkistondagi xalqimizga nisbatan eng cho'ng yo'qotishni planining birisi. Buning uchun har qanday o'zini Sharq Turkistonlik degan, mayli bu da'voda bo'lsin yoki dindor bo'lsin yoki masalan o'zlarini ziyoli deb yana bir uçtu bo'lgan insonlar bo'lsin, buni hargiz unutib qolmasligi kerak va unutildirmasligi kerak va oilada bolalar masalan shu vaqtning o'zida chet elda tug'ilgan bir bola bo'lsa 16 yoshga kirdi, vatanda tug'ilgan bo'lsa 16 yoshga kirdi va u vaqtda 2-3 yoshli bolalar bo'lsa hozir 17-18-20 yoshga kirdi masalan. Biz 2009-yilda bu voqea bo'lgan chog'da biz 2-3 ay namoyish qildik. Shu vaqtda nurg'un bolalarimizni ota-onalar yetlab chiqib namoyishga chiqqandik masalan bu voqeani. Shu vaqtning o'zida nima bo'lganligini bilmay ota-onasining oqidan chiqqan bolalarmi hozir cho'ng bo'ldi. Yana bir ishning quliq og'dak darajaga keldi. Bularni unutildirmasligimiz kerak. Ya'ni har yili, har zaman, har vaqt buni unutilmasligimiz kerak. Bu Sharq Turkistondagi bu cho'ng qatliamini xotirlash, ya'ni bu hammamizning o'rtaq bir vafo burchimiz deb o'ylayman. Köpten köp rahmet. Hazırki sözlerinizden şunda təsirlendim. Hem şunda bir yekünge badım. Siz dediniz ki Xitay'nınki bu sistemilik bir şekilde bulup mu Uygur yaşa qartılgan bu kırgınçılıkta. Demişim doğru. Belki Xitay özününki şu hazırki Xitay Kompartiyasını kurgan vaqtıda mı şu Beijing Üniversitesi bizge tarih kitapları bek yatlatkız ötken o mektepte Beijing Üniversitesi şu yaşlarının mı bek nimisi boğan o Xitaylarımı özü 16 yaş bilen birlikte kurgan dep öğütetdi bizge. Şuna okşaş yani bu eğer yaşla oyğansa, yaşla bir nime kozğatsa bununki təsirinin nayet küçük bulduğanlığı hem bununki bir nimisi neticesi bulduğanlığıdan Xitay özüm qo'rqadigan bu şu yakıngi badın bu yerda. Unda da müşahid asli bu xalqimizga nima deganimiz bor demek degan savolni keyin so'ramoqchiman. Hozir mushu so'raydigan vaqt keldi menimcha. Mushu yoshlarga nisbatan mushada qanday bir vazifa tushidi? Mushadagi shu vatanlik shu 16 yil burunqi vatandagi yoshlarning ruhini qanday qilganda mushu muhojiratdagi yoshlarni davomlashtira oladi? Mushuni bir deb bergan bo'lsangiz. Yaşlarını bir qo'zg'atish kerak menimcha. Buningdan endi agar ota-onasi yashayotgan yoshlar bo'lsa, bu vazifa cho'ng odatda oldi bilan ota-onaga tushadi.
Bazı ata-onalar deydi ki, mening balam davaga yaqin kelmaydi, mening balam dava to'g'risida gap qo'shaqmaydi, mening balamga vatan to'g'riliq gap qilsam ancha quloq osmaydi deb. Endi men rostini aytgan chog'da shuni dey, haqiqat ochiq. Ata-onaning o'zi shu ochiq nimani yashasa uyda, qalbida shu vatanga bo'lgan vafo burchi bo'lsa, ailedeki hamma ishini, mesela tamam hamda keşke vatanda zulüm oldu deb yig'lab o'tirib ish qilolmaydi. Mayli ticareti olsun, mayli qilayotgan ishlar olsun, mayli kundalik hayotida bo'lsin, shu vatandagi hayotni, vatandagi qirg'inchilikni, turmadagi qarindoshlarimizni, ashlarning hammasini unutmagan bir şekilde vafo burchi bilan yashasa, o otomatik holda, o tabiiy holda balaga o'tadi. Hani biz uyda mesela vaycan bu Turkiyada yaşadık, chet elda yaşadık, turmush degan nima degan qiyin, ota-onamizni ko'ramadik, vatanga qaytamadik. Onda munda da bir qaqshash bilan turmushimizningki halakchilik bilan yashasak va o'zimiz buni masalan biz vatan uchun nima qilib beralaymiz, ashadagi qarindoshlarimiz uchun nima qilib beralaymiz, tamam iyag berib yordam qilamidik, ammo biz bu yerda muhojir ekanmiz. Payg'ambar biz agar haqiqiy bir musulmon bo'lsak, payg'ambar alayhisolamning ummati bo'lsak, payg'ambar alayhisolam hijrat qilgan chog'da nima maqsad bilan hijrat qilgan deb berib Madinaga berib yetib rohat yashay yoki birini ishga qilay yashay deb hijrat qilganmidi yoki ashada hijrat qilib küçeygen yerinde qaytib Mekke'ni fethi qilish uchun yaşaganmidi. Payg'ambar alayhisalom masalan Mekke'deki zulümden qutulup Medine'ye keldi. Ama Medine'ye kelgandan keyin Payg'ambar alayhisalom Allah'ning hükümlerini icra qilish bilan birga qanday şekilde balalarni tarbiyaladi va qanday şekilde hazırlık qildi ve Payg'ambar alayhisalom yetib yaptimi yoki tamam hozir dushmandan qutulduk, tamam Mekke mushriklarni yo'q oldu yoki ular yerda qoldi, bizga kelinmaydi. Endi bizning ko'zimiz ko'rmagandan keyin yashab beraylik dedimi? Biz bir musulmon bo'lish sifatimiz bilan agar men Sharq Turkistondan hijrat qilgan musulmon qarindoshlarımning hammasi nima deydi desangiz, biz muhojir deydi. Herkes biz bunda qochib chiqqan odam bunda demaydi, chunki dindorlari. Ama bir turkumlar nima deydi, biz bolalarimizni yaxshi o'qitaylik chiqdik deydi. Yoki bir turkumlar nima deydi, biz o'qig'il chiqdik, mishat ilm olaylik, vatanda rahat nafas olamadik. Madem biz chet elda rahat nafas olyapmiz, madem biz chet elda o'qiyapmiz, madem ba'zilarimiz bolalarimizni yaxshi o'qityapmiz, madem biz hijrat qildik, onda bo'lgandan keyin biz balalarımızga bunu his qildirishimiz kerak. Balalarımızın bilməsligi davadan qachishi bizning xatoligimiz emas. Masalan, Türklərning arasida yataqlarda yatgan, yurtlarda yatayotgan, masalan, yataq maktablarda yatayotgan yoki Türklərninki maktablarda o'qiyotgan hech qanday bir maktabda, "Hey, kelasan Doğu Turkistonlik vatan to'g'riliq gapqamajima" demaydi. Tunutib bergin deydi. Tunutib bergin nima bo'lyapti sizlarda deydi. Bir odam, "Ya mayda vatan to'g'riliq yaqmaysan juma, bayrog'ini ko'rsatmaysan juma, duppangni kiymaysan juma, milliy kiymaysan" demaydi. Hech qanday bir maktabda, bo'libmi Turkiyada bu sharoit bek yaxshi. Onda bo'lgancha agar bolalarimiz turk maktablarida o'qib, mana unutib ketdi desa, uning asosli xatoligi o'zimiz. Ammo bu yerda tanqidlaverishning o'rni yo'q. Buningdan keyin nima qilishimiz kerak? Ammo ota-onalar bek muhim. Ata-ona bek muhim. Chunki biz chet elda mayli qanchalik bayashat yashaylik, qanchalik ishlarimiz eqib ketsin, qanchalik maktablarimizda diplomalarni alaylik, lekin biz Sharq Turkistonlik, qo'limizda vatan Sharq Turkistonlik bo'lganligimiz sababidan berilgan bir kimligimiz bor. Bu bizningki Ayshamxonning, Fatamxonning yoki Amitaxon, Samitaxonning qash ko'ziga qarab bermadi bu vatandoshlikni. Masalan, Yevropaga ketgan qarindoshlarimizga hech birisining qash ko'ziga qarab, "Ay siz andaqkansiz, mandaqkansiz, bizga o'xshaydi ekansiz, seriq chash ko'k ko'z ekansiz, yembir ekansiz" bermadi. Hammasi şu Xitay anda zulüm qildi, munda qildi, yaşayamadım, o oldum, bu oldum deb bağanlık için aldı Avrupa'dakilermi. Ama bunu meyge kilib aldık, erkin yaşavatımız, hem de vatanda ölüvatamdı, tırlıvatamdı, nim buluvatamdı, bizning çatıqımız yok dese, bugün soralmasa erti soralaydı. Tarih tekrar. Eğer bugün biz nim çatıqımız desek, erti onundan betteri bizge kilidu. Allah o kadar adil ki bizni aşı zulümden qutuldurup qo'ygan bo'lsa, farzandlarimizni qutuldurup qo'ygan bo'lsa, bizni qutuldurup qo'ygan bo'lsa, buning hisobini oldi hech kim. Mayli qanday bahani ko'rsatsin, Subinur bu vazifadan, bu nimadan qutulamaydi. Chunki bizga chet elliklar, masalan, tamam Suriyadan qaçqanlar, Falastindan qaçqanlar yoki boshqa davlatlardan qochib Turkiyaga yoki boshqa davlatlarga qanot tilab kelganlar nima qonun bo'yicha alindi? Urushdan qaçqan xalqaroliq bir qonun bor bu yerda. Urushdan qaçqanlarni qabul qiladigan va ularga ega chiqadigan vaqtliq. Ammo bizning ko'pinchimiz Xitoyningki işğalı altında bo'lganlik uchun Xitoy bizni o'zining fuqarosi deydi. Xitoy bilan hamma davlatlar bir do'stlik munosabati yoki politikalik bir munosabati bor. Bizni nima uchun qabul qildi?
Xitoyga qarshi turib, yana bizni inisiativ sifatida qabul qildi, mana zulm ko'rayotibdi deb. Yevropa bo'lsa o'zining ma'lum bir chiqarlari sababidan yana bizni qabul qildi, zulm ko'rganligimiz sababidan. Turkiya bo'lsa bu bizning qarindishimiz deb turib qabul qildi. Bunda bo'lgan ekan, yana boshqa odamdan boshqani kutishdan burun biz miyaga kelib yashayapmiz. Mayli kimlik olamaganmisak, iqomat oldik, iqomat olamasak turyapmiz. Hech kim bizni tip chiqarib atmadi shundaqku. Bizning ota-onamizning tikib qo'ygan daraxt yo'qmi chet elda? Unda bo'lgandan keyin biz bu sorumluluğumuz üstümüzge elişimiz gerek. Allah bizden müşahede çıkışkı nasip kılıp, müşahede nefes ilişki nasip kılgan bolsa, hiç birimizden o bahane, bu bahane onun öşulap kalıp, anıgıla uruşup kalıp, manıgıla kursak soqışı, ya ki menimki kuskum toymağantı, ya ki bir nesem bulmağantı, ya ki benim işim akmağantı mesela, ya ticaretim bulmağantı, ya ki ziyan tatqantım, ya ki birisi kuyulup ketkentim, ya bu mesela adaş andak kentik, manda vədi vergent, vədisi turmağantı, ya ki ma adam andaktı, ben çoğun adam deyip bilsem çoğun adam emes kentik, bunun için ben davadım, yandım deydiğin bahanesi yok. O acizliğinin ifadesi, o bir vefasızlığın ifadesi, o bir yalğancılığın ifadesi. Çünkü ayada Türkiye'de 2,5 miqdarı çoğunlukta bir devletinin adamları yok bulavatımız. Tarihteki şanlıq bir tarih yaratkan bir Uygur milleti yok bulavatımız. İyadın durgun bizden hemimizden ata-anamız, uruk tuqqanlarımız, qarindaşlarımız, dostlarımız, hatta mektepte okuyan savaqdaşlarımız var bizninki. Bir mahalledeki adamlarımız var. Aşağı çapkan Öztağ'ın suyunu içken bizler var. Aşağı çapkan Karız'ın suyunu içken bizler var. Yani hiç bulmağanda tamam yaşla bizden nimçatlıqımız çetelde toğulup çoğun optuk desi mi? Onun atanısı ço. Atanlar vatandın kegen emez mi? Bunun için hiç kasımızdın ki hiçbirimizden bahane töztüşke onun bunu kaydıqallıqımız sebebiden, ümitsizlengenliğimiz sebebiden, yani ki işlerimiz ahmağalık sebebiden bu davadan yirak duruşka hakkımız yok. Çünkü biz Xitay zaten bizni unutulduruş için, o qilgan katliamlarını unutulduruş için, bizi qilgan zulümlerini unutulduruş için bizning aramızda ziddiyetini sebep birbirimizdeki ayıbını gördüğün, birbirimizin ayıbını kolaydıgan, birbirimizdeki artıqçılığı qilib, men demiş onun oxşaş bulamadım deb hasad qiladigan, qizg'anchilik qiladigan bir jidal majraning ichiga sepib qo'ydi. Ammo har birimizningki mingimiz o'zimizning bo'ynimizning ustida. Hech kimning bo'yni almashib qolgani yo'q. Onda biz özümüz oylashimiz gerek. Tamam ben yalğız yaşadım mesela Türkiye'de. Ya ki chet elde bir yerde. Tamam yalğız kaldım. Hiç qandaq bir dernek, teşkilat, ya ki grup, ya ki bir cemiyetning içinde hizmet qilgan bo'lmay, yalğız kaldım. Lekin ben nereden geldim? Şarq Türkistan'dan geldim. Nima uchun geldim? Ben aşağıda zulümden kaçıp geldim. Yeri kim kaldı? Benim qarindaşlarım kaldı. Hiç olmaganda Allah'ın qarindaş qilib yaratgan yeri kaldı. Hiç olmaganda Allah Taola'nın bizga zimin qilib bergan, aşağıda ana tuproq, ana vatan qilib bergan yeri kaldı. Men iyaga vafo burchim bormi? Bor. Ana men bir holatimda qanday qilma? Bir holatimda bo'lsin bir ishlarni qilishim kerak. Onda bo'lsa bu ishni qilayotgan xalq bormi? Toplum bormi? Bir cemiyet var mı? Bir insanlar var mı? Tamam, onda olsa ben ularla birleşip qilay. Ularning kamchiliklar var mı? Men tuzitish beray. Biz isloh qilguvchi, musulmon degan isloh qilguvchi. Xatolik o'tkazdimi? Men u xato o'tkazgan bo'lsa, uningdan ibrat olib men to'g'risini qilay. Ammo bir narsa qilay. Deydigan ish kerak. Çünkü Allah Subhanahu taala Peygamber Aleyhisselam dedi ki, "Ey Muhammed sen yalğız kalsan mı cihat kıl." Hani bir yerde demek ki haq huquqincha, nahaq o'ncha, mazlumning haqqi ilingicha, İslam'nın ki hakikat oturduğu çıkıca, İslam'ın küçük küçeğice, İslam'ın bayrağı tiklengice, sen yalğız kalsan mücadele kıl dedi. O bahane bu bahane bilen emez. Bunun için yani ben biraz uzartıp ettim çünkü içimde kaynap durgan bir mesele. Bulup mu müşay müşküllerde yani insanlarda bir xil darya vağandek birliktek bulup kaldık. Belki bazı sebepleri buluşmam ki özlerge. Lekin Allah'ın aldığı bu sebeplerimizin hiçbirisine akmaydıqanlıqını hem vicdanen hem mantıkan bunu düşünüşümüz gerek. Bunun için ballarımızı mı? Muşundan mesela ballarını biz mesela namaş olsun namaş, program bir elek epir balam. Bugün manda bir hatır gün. Bu manda vaxtına boğantı. Münçilik adam öldürülgentı. Münçilik qarindaşlarımız manda boğan. Münçilik şehitlerimiz boğantı. Balam ma mandaktı. Dep manda düşündürgahtı da o ballarımı atanısın samimi düşündürüşüge yok. Ben tınşımayım ve ötep para demeydi. Doğru. Biz bunu tecrübe kılıp yaşadık zaten. Yaşavatımız. Yani. En mühimi yani şu zulümge könüp kalmasligimiz gerek. Könüp kalmasligimiz gerek. Könüp kalsak en xatarliki şu davamlıq karşı turuş demim ruhimiz buluş gerek. Nay doğru dediniz.
Biz şu 5 Temmuz nimeden 5. yıl vakasından keyin Xitay bütün şu atalmış Şinjan televiziyasida, hamma kanallarda to'xtamay teşviqatlarını berdi. Hatta biz şunda iniq esimde men o vaqtda to'liq o'tirib 1-yillikda o'qiyotgandim. Bizning imtihonlar tugadi, lekin bizni maktab şu vaqa chiqdi, şu vaqtda bizni ta'til qo'yib etmedi. Bütün maktabni ta'til qo'yib etmay, ta'til mezgilida biz 10 günlük siyasi ögünüş kıldık. Şu vaqtda aldığımız şu Aqtaşlıq kitabını koygan. Aş Aqtaşlıq kitapta şu chet eldekiler Uygurlar kılıvatıdı. Rabia Kadir başı muşular emmesi nima kıldı degandek şu Rabia Kadir hanımның bu balalarını söz tutub ta'til teşviqatını şu qılvatdı demdi. Muş nimede şu vaqtda vatanda bo'lgan ishlar muş emdi. Torlar üzülüp gitti, hiç qanday alaqamız yok. Şu Türkiye'de yoki bu xalqarada qanday bununla nisbeten qanday bir inkas bo'ldi? Muşun dep bergen bolsanız. O vaqtda biz Türkiye'de hakikaten biz o günlerde hem de şunçilik bir qayg'uliq günlerini ko'rdik, lekin qayg'ulib yig'lab o'tamadik. Aşı nege izin verse şehirde namayış kıldık. Ben bilmem 2 ayga kadar biz namayışta bo'lgandik. En ıssiq yil bo'ldi o yil. Yoki menga belki beden acizlashqach ıssiq bilindimi. Kichik qizim tex imivatqandi. Imitib qo'yib acizlik tashlab qo'yib bir kun tashlab qo'yib yurganim esimde bor. Lekin Türk xalqimi intayin bir xil bizga hissdoshlik qilib, bizni qo'llab, masalan biz Fatih Jami'da çoğun bir qırğıcılıqdan keyin çoğun bir faaliyet ötkazdik. Biz aşağıda şunda yığılab ketdik, cenaze namazı nimler ötkazdik şu vaqt ayabnamizni. Nurgun Türk ayolları bizning bilan tang hüngür yığılab ketganini hatırlayman men. Haqiqatan yani biz hech nim qilamadik qash qarindoshlarımizga deb. Hozirmi mislan ashlar deydi Türklarni tillaydigan bir turkum insonlar bor, ular bir g'arazlik, lekin hozirmi Sharq Turkistonlik desak, Sharq Turkistonda zulm borligini bilgan yoki az ko'p undaq izlanib ko'rgan insonlar bizni bir qatim qo'lning oqida ishtirib turib Sharq Turkistonda zulm yo'q, yolg'on aytsa demaydi-ki, hozirmi agar biz harakat qilsak, biz qo'psak, biz bir ishlarni qilamiz desak, qani bizmi bor yeninglarda deydi. Amaliyotda Sharq Turkiston masalasiga hozir kuyindigan Mandaqcha aytganda xato deb sanmay, Türklardan hozir Uyg'urlar ozlab ketdik. Aslida biz ularga ulgu bo'lishimiz kerakdi. To'g'ri. Hatta ben bir misal keltirib beray. Tünügün bizning bir ailening hajati bilan bir şirkatdan adam chaqirgandik. Uyning bir ishini qilib berdiganga, shundan dediki, "Abla siz hangi Türklerden?" deb so'radi. Deganda Uyg'ur Türkleri desem, Çin'in işgal altında diye biliyordum, böyle duymuştum dedi. Yani işte anlagandım. Evet desem, ular hazırımı zulüm kılıvatamdı degende bırak anlattım, fırsat bu fırsat dedi ki. O zaman dedim, bir günden başlap, mening aldımga her qandaq bir hacet bilan kelgan Xitoyga men yuz bermem, uning ishini to'sayman. Hatta Koreyalik yapsam olur mu abla dedi. Koreyalik dokunma kardeşim dedim. Ularla dokunma, ularla alakası yok dedim. Ya dedi ki bundan başka men ve mening atrofim şirkatdagi hech qandaq bir qarindishimiz Xitoylarga bir biçim bir qolaylik bermaymiz dedi. Bermeyimiz dedi, bizim aldığımızda kepakson dedi. Ben onunla dedim ki, Xitaylar hazır Kürşat'ın intikamını aladı dedim. Ya dedi ki, bizge okşaş Kürşatlarının texe yaşavatqanlığımızı, çoğuvatqanlığımızı, bizim Kürşat'ın unutmağanlığımızı Xitaylarının haberi yok ki dedi. Bu addi gep emesimdi. Hemen faqatlam özünün pul tapqılı kelgan bir şirketdeki bir yaş balanın inkası bu mesela. Çünkü bizim bir meydanda çıng turuşumuz, özümüzün ideologiyasini doğru bir şekilde ifade etişimiz, düşmanımızın kim işgalligini aniq tunutuşumuz, özümüzün bu yerga nima uchun kelganligimizni. Ben aşağı dedim her zaman deyman, biz kitimiz deyman, vatanimiz azat bo'lgan aman kitimiz deymiz. Amaliyotda bu shuni deb qo'yay, balki ba'zi qarindoshlarimiz bilmasligi mumkin. Türklarmi vatanimga qaytaman degan Uyg'urni o kadar qadrlaydi. Burada yaşayacağım artık deganni hech yaxshi ko'rmaydi. Çünkü sen vatanını qutquzishing kerak. Biz vatanını qutuldirish uchun, Türkiye'ni saqlab qolish uchun 100 minglagan, milyonlagan şehit verdik. Sen de vermen lazım deydi. O qan chiqmagicha, bedel ötemigicha bir haq huquq, bir nima kelmay mustaqillik kelmaydi ki. Onun için biz ondaq bedel to'lamay turib bir kuni birsa ya Amerika yoki birsa azat qilib qo'ysa berib Türkiye vatanimiz yaşasak. Yo'q, ondan narsa.
Bekağa kelgan narsaninki qadrin bo'lmaydi, to'tirib qo'yamiz. Buning uchun har birimiz buning hozirlik. Tamam, turmushni yashaymizmi? Yashaymiz. Hech nimaga daxl qilmaydi. Turmushimizni yashaymiz. Ammo vatanning davosini qilish turmushimizga hech bir zamonda to'salg'i bo'lmaydi. Uni ishga mang'alaymiz. Xuddi dinimizni yashash bilan turmushimizni yashashning daxlisi bo'lmaganda, chunki bu bir haq davo. Sharq Turkiston bir islom tuprog'i. Yerliklar musulmon, yerliklar turk, yerliklar inson. Bir islomdan, insonlikdan, bir millatdan kelib chiqqan bunday bir cho'ng davoni muhofazat qilish inson bo'lsa insonning, turk bo'lsa turkning, musulmon bo'lsa musulmonning, har bir musulmonning bo'ynining burchi. Shundoq. Vatandagilarning hech qanday imkoniyati yo'q. Buni chiqib hech kimga deb berolmaydi, anglatamaydi. Biz tushundirish imkoniyati yo'q ularning. Biz bu yerda erkin dunyoda turib, bizmi boshqalarga buni demisak, mesela yerimizde birisi, oy men Xitayni yaxshi ko'rdim, Xitoy undaqdi, Xitoy mundaqdi deb kelsa, bu Xitoy mandamida qilyotidi deyish bizningki bu eng aqalli bir bu nimamiz, burchimiz deb o'ylayman hamda. Buni biz xalqqa bildirolmay, "Ma'la mundaq deyotidi, ba'la Xitoyni yaxshi ko'rdi ekan" deyishdim burun ham o'zimiz qanchalar qilaladik bunun qarshi mushum o'ylab beqishimiz kerak ekan deb o'ylayman. Hamda bir vaqtimiz oxirgi bir savol so'ray. Hamda G'azdadagi zulmni hammamiz bilamiz, Isroilning qatliami. G'azdadagi bu zulm, undan keyin shu burunqi Ukraina Rossiya savaşı, urushi bo'ldi. Hozir yana İran nimada bo'lyotidi? İrandagi shu nimalar ichki to'qinishlar bu urush bo'lamdi, bo'lmamdi, shu dunyoda bo'layotgan nimalar, shu xabarlarniki nimasi bilan biz Sharqiy Turkiston mayli nimada bo'lsin, Turkiyaninki adamlarning diqqati bo'lsin yoki dunyodagilarninki diqqati bo'lsin, Sharqiy Turkistondan boshqa tarafga yana burilib ketgandek his qilyapman ham o'zim, chunki ijtimoiy taratqularda bo'lsin yo boshqa narlarda bo'lsin, bizningki sal oqida qolgandek teşviqat, shundoq bir his qildim. Shuning uchun ham masalan o bizdeki takdirdişimiz bo'lgan G'azdadagi qarindoshlarimiz bilan billa bizmi o'zimizni qanday qilib shular bilan tang shu zulmimizni anglata olamiz. Shuningki bir yo'llarini deb bergan bo'lsangiz. Mening o'ylag'anim Sharq Turkiston davosining orqada qolishiga Falastin'deki urush, nimadagi urushlar yoki Irandagilar yoki boshqa bir davlatdagi urushlarninki sababidan Sharq Turkiston davosi orqada qoldi desak, toza to'g'ri bo'lmaydi deb qarayman. Nima deb desangiz, u Sharq Turkistondagi zulm davom qilyotidi. Biz anglatishni davom qilishimiz kerak. Mesela Falastin'ninki işini qilayotgan chaqda biz Sharq Turkistonning davosini anlatamiz desek, hech bir Falastin davosini qilayotgan bir guruh sen toptur Sharq Turkiston demidi bizni. Yoki mesela qanday bir ish bo'lgan chaqda voy ma urush bo'lib ketdi, sizlar Sharq Turkistondagilar topturinglar, o'lsanglar, o'lib turinglar, sizlarga keyin navbatimiz demidi. Bu davoni qilayotgan oldida mengayotganlarning hech birisi, mesela men bu har yerda Sharq Turkiston davosini anlatayotgan biri olarak bunu ko'rmadim. Ve mesela bizning Ağlanın beşiği kelgan müşkülçilik, urush yoki ashundaq fojialarning hammasini o'zimizning dardi bilgan vaqtimizda bizning dardimizni xalq dard biladi. Voy sen Falastin deysa biz qoldik desak bu shaxsiyatchilik bo'ldi. Sen Falastin deysa biz qoldik deganlarga qarab baqsangiz o'zi da'vo qilmaydi. Mesela biz qardoshlar Falastinga da'vo qildigansizlar, Sharq Turkistonga da'vo qilmaydigansizlar deb urushadiganlar bor. Qarsangiz o'zi Sharq Turkistonga o'zi da'vo qilmaydi mesela. Bu mundaq gapchi, qo'l yuysa qo'l berib yuzni yuydi deymiz. Ularmi bizning qarindishimiz. Allah bizni imtihon qiladi. Sening beshingga kulfat keldi, Allahning beshig'im kulfat keldi. Sen qanday muomala qilasanki qarindishim? Sen haqiqatan Sharq Turkistondagi shu zulmga yurgan, ajigan bo'lsa, og'rigan bo'lsa, ma'uningmi og'riydi. Shundaq-ku? Ma'ningmi sen ko'ngil bilishing kerak. Biz ma'u Falastin voqeasiga yoki boshqa davlatlardagi zulmga ko'ngil bilgan vaqtimizda Sharq Turkiston eshib qolmagan vaqtimiz yo'qki.
Biz kılalayımız ve billa mesela Palestin'deki namayişlerine çıkaylı ya ki başka devletlerindeki hizmetleri baraylı biz aktif katlaşıp bayrağımızı gösterip durup ağlar zulüm köydü biz mi körüvatımız degende bizden bayrağımızı köygen çaldı. Karama milletin esilligini üzden 5 gün kilovatı da ama mala hem dua da ba hem yardım da ba hem namayış da ba nime degen esil millet bu. Hakikaten bulanın 5 gün kepti ki hakikaten zulüm körüpti ki ma zulümnümü his kıgallık için o meydana tükülerlikte deydi. Bunu bir mantıklı düşünce vaktimizde ben Şarkı Türkistan davası bir zaman arkada kalmadı. Arkada koyuvatkallar biz. Biz o meydanda körümsek hak unutuyordu elbette. Siz mi bir hoşlanızda 10 gün köymene? Onun işlerini balısı ağrıp kaldı mı? Ne oldu? Siz ilgilenemeysiz. Kim bile alakadar bulsunuz? Sizinle künde alaklaşkan, künde sizinle sırkı kirip çıkan, vay sübünden ahvalın kandak diyen adamın ki ailesiyle ilgilenemeysiz. Siz cimmet önün içine kirip oturup elip hoşlan benim ola çatıqımı dediyseniz bu mantıksız bir neyse. Şundak bu. Bu mantıklı koylaylı. Biz özümüz meydanlarda körüneyli. Myanmar'daki bir iş olsa, ya ki yani kanda bir bizim kulumuzdan kiladigan bir iş olsa, biz mi bir çıkaylı ve niyetimiz şu olsun ya Rabbim. Muşu mazlumlar üçün, her bir baskan kademim üçün sen Şarkı Türkistan'a yardım berişke bana güç kuvvet bergin. Şarkı Türkistan'a yardım kıladigan qarindaşlarımdan çıkarıp bergin. Dep bir dua bilen Allah rızası üçün ortaya koyuşa çıkaylı. Ve vakti kelgende Şarkı Türkistan için hemen aslında fedakar kılıp çıkadigan insanların Allah bizge çıkarıp berdi. Çünkü bu yerda Türklerde bir gap var. Her şey düşüncede biter dep. Biz aldı bilen bu meseleleri hal kılış için biz aldı bilen düşüncemizdeki aydınlığımız enek buluşu gerek. Palestinlikler Müslüman, başkalarıyla Müslüman. Müslüman olmasın insan. O Allah'ın bendesi. Şundak o. Kim mezlum olsa onun için biz dua kılış, kulumuzun girişe yardım kılış. Biz aslında Şarkı Türkistan için keladigan yardımınki körügünü kurgan bolumuz ve aştanga vesile bolgan bolumuz. Doğru. Türkler mi deydi o tamdan düşkeninin derdini tamdan düşken bildi o dep. Aslında bizninki biz ulanın nimisini bekrek düşünümüz, ulamı bizden derdimizi bekrek düşündü. Çünkü her işkil tarafta mazlum ba, bir zalim ba. Aslında bizden tekimi bekrek yestaş kılışımız gerek. Bekrek nem kılışımız gerek doğru. Köptün köprek Münevver Hanım, sizden vaxtınızı köp almaylı. Qatnışıb gəldiğiniz üçün tekrardan rəhmət etmən. Axırda bir nim qısam, ərdə inşallah namayişimiz buldu. Allah xalısa. Ben bütün ailedeki qarindaşlarımızdan bulup ayal qarindaşlarımızdan üyü yirak bolsun, yakın bolsun. Bu arada bugün neminiki Muharrem'nin 9. günü bugün rozu tutkan bütün qarindaşlarımızın dualarını Allah kabul kılsın. Ədiyini Muharrem'nin 10. günü nurgun qarindaşlarımız rozu tutudu. Belki rozudar halatta ailesi bilen aşı Xitayga karşı memnunba şehit boğan qarindaşlarımızın ki hatırlaştı memnunba ulanın ruhini kilecek evlatlar yetkizişte memnunba Xitayga karşı intikam elişte memnunba deydiğen nurgun mücahide qarindaşlarımızın eti namayışqa ailece xulum xoşluları bilen hatta hareketlenmeyen erlerini hareketlendirip çıkışı işini men ve şunda kılış arkalık hoş sevap aldığını işini men Allah subhanahu taala hazırdan başlap kılıdığan etki cihadi bir namayışımızın ecerini katı versin dep oylayım. Köptün köp rahmet. Aziz körümələr, 5. iyul vaqəsiga mana ərtə 16 yıl boludu. Amma bizninki Şərqi Türkistanın işğal qılınışığa 10-dan köp boldu. Şərqi Türkistanda irqi qırğınçılıq texi toxtuğunu yox. Şərqi Türkistanın işğalı texi azatlıq bilən azatlıqqa yetkini yox. Şuna her birimiz muşu vətəndən evladı buluş sübtümüz bilen bularını unutmasımız gerek. Programımız muşiyada ayaqlaşdı. Kiler sende görüşkice aman bolunla Allah emanet.